Salom, man Blackpink guruhidan Jisoo va bu Right Out Complete Interview. Parkovka bo'yicha oldimga tushadigani yo'q, balki tafakkurim o'ta yuqori. Jisoo'ni nickname qanday? Mani internetdagi taxallusim Suya. Yana Jisoo deganlari ham bor. Blackpink qizlari Jisoo onni deb juda ham tez aytishadi. Shuning uchun Jisoo-ga aylanib ketgan. Yana Shungi, Jishungi, yana Chiju deganlari ham bor. Ehtimol ismim Jisoo, ya'ni juda ham chiroyli bo'lgani uchun laqablarim ko'proq deb o'ylayman. Jisoo'ning kiyinish uslubi qanday? Odatda ishga borganimda juda ham qulay kiyinishga harakat qilaman, lekin do'stlarim bilan yokida o'zim ko'chaga chiqsam, ko'pincha takoy elegantni ayollarga xos uslubda kiyinaman. Bo'yim biroz past bo'lgani uchun poshnali tuflilarni juda ham yaxshi ko'raman. Umuman olganda uslubim oddiy va ayollarga xos deb o'ylayman. Bugun esa ko'rishinglar mumkin, takoy bo'lib kelganman. Jisoo muxlislarini qanday chaqiradi? Eng ko'p tarqalgani Blink, biroz boshqacha qilib aytayotgan bo'lsak, Blinky yoki Blinku deb ham atashadi. Bu ham juda ham chiroyli va yoqimli. Blackpinkdagi Jisoo'ning sevimli qo'shig'i qaysi? Blackpinkning qo'shiqlaridan eng yoqtirganim Love to Hate Me. Bu qo'shiqni kuylash juda ham zavqli va tinglashda ham quvonchli tuyg'ular uyg'otadi. Nimaga yoqishini bilmayman, shunchaki yoqadi. Jisoo nimadan qo'rqadi? Oldinchi ruhlar yokida uyqu falaji, ya'ni paralichda umuman qo'rqmasdim. Lekin shu kunlarda tez-tez uyqu falaji holatini boshimdan kechiryapman. Shungami bilmadim, aynan hozir shular men uchun juda ham qo'rqinchli. Jisoo qila oladimi? Jisoo yapon tilida gaplasha oladimi? Kompaniyaga kirganimizda doim yapon tili darslariga qatnashardim. Boshlanganda voy bu juda ham oson va qiziqarli deb o'ylaganman, lekin grammatika murakkab so'zlarga kelganda bu biroz qiyin ekan dedim. Tan olaman, hozir unchalik yaxshi emasman, lekin anime, manga yapon dramalarini ko'rib ba'zi so'zlarni eslab qolganman. Yana biror til o'rganadigan bo'lsam, albatta bu shubhasiz ingliz tili bo'lardi. Chunki ingliz tili dunyoning ko'p joylarida kerak bo'ladi. Hozir biroz tushunaman ingliz tilini, lekin erkin gaplasha olmayman. Juda ham yaxshi bo'lardi agar ingliz tilini yaxshi o'rgansam. O'ylashimcha ingliz tilini o'rgansam maqsadga muvofiq bo'lardi. Jisoo mashina hayday oladimi? Albatta hayday olaman. Menda hattoki haydovchilik guvohnomasi ham bor. O'zimni zo'r haydayman deb o'ylayman. Ayniqsa parkovka bo'yicha ustoz farang hisoblayman. Hatto bilasizlarmi, bitta klipda mashina haydash sahnasi bo'lgandi. U mashina juda ham vintaj va eski mashinalardan bo'lgani uchun menimcha bu mashinani hayday olmasam kerak-ku deb o'ylab qolganman. Shunaqangi qiyin bo'lgan uni boshqarish, lekin bunga qaramay eplaganman. Jisoo komungo chala oladimi? To'liq chala olaman deya olmayman. Juda ham qiyin bo'lgan bu cholg'uni o'rganish. Hatto barmoqlarimning terilari ko'chib ketgan. Juda ham og'rigan. Shunchalik qiyinligini ko'rib, o'shanda komungoni chaladigan odamlarning sabriga, irodasiga qoyil qovarganman. Shuning uchun ustozimga borib, ustoz, komungon chalish shunchalik qiyinmi deb so'raganman. Ular agar kayangum o'rganganingizda edi, sal yengilroq bo'lardi degan. Shuning uchun an'anaviy cholg'uni o'rganadigan bo'lsam, kayangum bo'lardi. Jisoo ovqat pishira oladimi? Oxirgi marta qachon ovqat pishirganman? 1-2 yil bo'ldi-yu. Pishirishdan ko'ra yig'ishtirish yoqadi. Birinchi o'rgangan taomim tuxum bo'lgan. O'shanda onammi yoki dadammi esimda yo'q. Agar och qolsang o'zing pishirib ye deyishgandi. Shundan keyin o'rganib ketganman.
Boshqa taomlarni esa onamdan o'rganib, o'zimcha pishirib ko'rganman. Eng ishonchli, eng yaxshi chiqadigan taomim bu guruch ustiga qovurilgan tuxum va soya sousi bilan tayyorlanadigan oddiy ovqatlar. Yana kimchi bilan tayyorlanadigan qovurilgan guruchni ham bilaman. Asosan mana shunaqa oddiy taomlarni pishira olaman. Ha, Jesu tortinchoqmi? Kim bilandir birinchi tanishganimda o'zimni juda ham noqulay his qilaman. Gaplashalaman, lekin darrov yaqinlashib, chiqishib ketolmayman. Albatta, tortinchoqman desam bo'ladi. Va meni MBT testim tez-tez o'zgaradi. Lekin ay doimiy. Eng oxirgi chiqqani NTP bo'ladi. O'sha paytda voy bu natijani ilgari hech ko'rmaganman deb hayron bo'lgandim. Lekin har bitta harfini o'qib chiqqanimdan keyin, bu menman deb ichimda tan oldim. Harflarga keladigan bo'lsak, ay to'g'ri, N ha bu menga mos, T to'g'ri, P bu ham menga juda ham o'xshaydi. Aytishim mumkinki, hozirgacha chiqqan MBT natijalari ichida aynan hozir chiqqan INTP menga eng juda ham mos tushgani bo'lib chiqdi. Aslida yolg'izlik juda ham yoqtiraman. Jesu rep aytadimi? Bilasizlarmi, rep bo'limlarini eshitganimda tanam qandaydir avtomatik tarzda ritmga qarab harakat qila boshlaydi. Shuning uchun rep so'zlarini yodlash men uchun juda ham mos. Hattoki yozuv jarayonida hammamiz birga bo'lganimizda ham o'sha paytda men juda ham ko'p kuzataman. Qanaqa intonatsiyada aytibdi, qaysi joyda qanaqa urg'u berilyapti. O'sha paytda o'zimga, bu joyda naq qilib ohangda aytish kerak ekanda deb rep aytishni juda ham xohlardim. Jesu bosh vokalistmi? Men yaqinda chiqqan solo qo'shig'imda yangicha vokal ko'rinishda ko'rsatishga harakat qildim. Bu men uchun yangilik bo'ldi. Sizlarga yoqadi deb umiddaman. Jesu oilasida kichkinasimi? To'g'ri. Ha, men oilamizdagi kenja bo'lganman. Shu sababdan har doim xursand bo'lganman. Chunki kenja bo'lish bu juda ham zo'r. Nima qilsa ham kechiraveradi. Hech nimadan nolimaganman. Hech qachon hattoki ukam yoki singlim bo'lishini xohlamaganman. Aynan shuning uchun Blackpinkdagi eng katta onni, ya'ni opaga aylanishim boshida juda ham g'alati tuyulgan. Chunki birdan kenja bo'lishdan chiqib katta roliga o'tish biroz noqulay bo'lgan. Ammo guruhimizdagi ko'pchilik chet ellik bo'lgani uchun va biz bir-birimiz bilan juda ham iliq munosabatda bo'lganimiz uchun o'zimni u qadar katta odamdek his qilmaganman. Ba'zida o'zimni yana kichkina qizchadek his qilaman. Hozir bo'lsa bunga o'rganib qoldim. Hattoki yoqayapti. Jesuning solo debyuti qachon bo'lgan? Meni yakkaxon solo albomim Mi, ya'ni Jesu san'atkor sifatida qanaqa noyob jihatlarini namoyon qila oladi degan savollarim natijasi. Bunga juda ham ko'p bor mehnatim va kuchimni berib harakat qilganman. Shuning uchun ushbu albomim sizga ham va bizning muxlislarimiz Blinklarga ham yoqadi degan umiddaman. Nega Jesuga Total Rabbit Kim deb ham murojaat qilishadi? Biz Seasons Greetings'ni suratga olish uchun Gavayiga borgan edik. Suratga olgach, bir necha kun dam oldik va Turtle Bayga bordik. Jenny bilan mashinada suhbatlashayotgan edik. Uning o'rta ismi borligini eshitib qoldim. Ruby Jenny. O'shanda men undan so'radim. "Voy, seni o'rtacha isming ham bormi? Uni kim tanlaydi o'zi?" O'shanda Jenny, "O'zing tanlaysan, xohlaganing qo'yaverasan" dedi. Shunda keyin bo'ldi, men bugundan boshlab Jesu Rabbit Kim bo'laman dedim. Jenny o'shanda kulib, "Yo, bu juda oddiy bo'lib qoldi" dedi. Men esa Turtle Bayga ketayotganimizni eslab, unda Jesu Turtle Rabbit Kim bo'laman deb hazillashdim. Jesu yig'laydimi? Bir o'zim bo'lganimda yokida chuqur o'yga tomsam yig'lashim mumkin. Lekin nimadir sodir bo'lib yig'lagan paytlarim ko'p bo'lmagan. Yaqinda ham yig'lagandirman, lekin har doim ham sabab bo'larmedi. Shunchaki g'amgin bo'lib qolaman. Odamlarni oldida bo'lsam, deyarli yig'lamayman. Menga shu yig'lashim kerak deb bo'lib tuyulmaydi. Aynan mana shuning uchun meni Blinklar kam yig'laganimni ko'rishgan va bu savol ularga juda ham qiziq tuyulgan. O'zi yig'laymanmi yoki yo'q? Jesu va Camila Cabello. Yakkaxon treklarimdan oldin konsertimizda Camila Cabelloning Laya qo'shig'ini cover qilganman.
Musiqa shufl rejimida eshitilayotgan edi. To'satdan Laya chiqdi. O'sha zahotda sahnada uni qanaqa bajarishi mumkinligini ko'z oldimga keltirdim. Lekin Los-Anjelesdagi konsert vaqtimizda Kamillani o'zi menga bog'lanib, "Birga kuylaymiz, xohlaysanmi?" deb so'radi. Bu men uchun juda ham katta sharaf edi. Tayyorlanish jarayonida u juda ham quvnoq va samimiy edi. Bu yerda qo'l ushlaylik, u yerda birga chiqaylik deb turardi. Menga juda ham yoqqan va o'zimni komfortni his qilganman. Men uchun ajoyib tajriba bo'lgan. Hammasi uchun juda ham minnatdorman. Xayr. Hammaga kattakon rahmat, sizlar bilan Oskar va Didi.